Bugungi globallashuv jarayonlarida xalqning ishonchli vakillari bo'lgan deputatlarning faoliyati fuqarolar bilan uzviy muloqotida ijtimoiy tarmoqlar o'ziga xos o'rin tutmoqda. Shu bois demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi Namangan viloyat hududiy bo'linmasi tomonidan xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi bilan hamkorlikda mahalliy kengashlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatini samarali tashkil etish mavzusida seminar o'tkazildi. Tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Namangan davlat pedagogika institutida bo'lib o'tgan seminarda xalq deputatlari mahalliy kengashlari va deputatlar faoliyatini ijtimoiy tarmoqlarda tizimli, ochiq va samarali yoritish, aholi bilan onlayn muloqotni kuchaytirish, jamoatchilik fikrini shakllantirishda raqamli platformalar imkoniyatlaridan unumli foydalanish masalalariga e'tibor qaratildi. Unda xalq deputatlari, mahalliy kengashlari raislari, kotibiyat mudirlari, faol deputatlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Tadbirda demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi Namangan viloyati hududiy bo'linmasi mutaxassislari tomonidan 2026-yil davomida mahalliy kengashlar faoliyati nechog'li ijtimoiy tarmoqlarda yoritilgani, mavjud muammolar, axborot tarqatishda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar va ularni bartaraf etish bo'yicha ma'lumotlar taqdim qilindi. Shuningdek, so'zga chiqqanlar jarayonlarda rasmiylik va ochiqlik tamoyillariga rioya etish, fuqarolar murojaatiga o'z vaqtida javob berish, tanqidiy fikrlarga munosabat bildirish masalalari bo'yicha mulohazalar bildirdilar. Bugun o'tkazilayotgan seminarimizdan ko'zlangan maqsad ham aynan xalq deputatlari mahalliy kengashlarini rasmiy kanallari, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni jozibadorligini oshirish, bu boradagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish, ijtimoiy tarmoqlarni yuritish bo'yicha professional malakalarni oshirishga yo'naltirishdan iborat. Ijtimoiy tarmoqlarda qaysi uslublardan foydalanish va ma'lumotlarni ishonchli, samarali va ta'sirchan va aholiga qiziq bo'lishi uchun ilg'or tajribada metodikalarni qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilmoqda. Shuningdek, muloqotda mahalliy kengashlar va deputatlar faoliyatini yoritishda kontent rejalashtirish, foto va video materiallardan foydalanish, axborotning sodda va tushunarli tilda yetkazilishi, ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy imijni shakllantirish masalalariga asosiy e'tibor qaratildi. Deputatlarning bevosita ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatini yoritilish masalasi ko'tarildi. Ijtimoiy tarmoq orqali deputatlarning faoliyatini qay tartibda yoritishimiz kerak? Buni yoritishda qaysi masalalarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Fuqarolarni deputat bilan muloqoti qay darajada ketyapti? Matbuot xizmatlarini yo'lga qo'yish masalasi ko'tarildi. Kengashning kanallarini yuritish bo'yicha juda chiroyli tavsiyalar berdi. Endi demak o'sha ko'tarilgan masala, uning yechimi nima bo'ldi? Shu ko'tarilgan masalaning yechimidan xalqqa nima naf tegyapti? Xalq shundan minnatdor bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Demak, albatta ko'rilishi kerak. Shu narsa ko'tarilishi kerak degan savollarimizga javob oldik. Tadbir davomida noan'anaviy uslubdan foydalangan holda kichik guruhlar tashkil etilib, mahalliy kengashlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatini takomillashtirish, axborot almashinuvini kuchaytirish hamda aholi ishonchini oshirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi. Qizg'in muhokamalar, savol-javoblarga boy tarzda o'tgan seminar yakunida ishtirokchilarga demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazining faoliyati, maqsad va vazifalari, shuningdek, kelgusidagi hamkorlik masalalari bo'yicha axborot berildi.